Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yaqinda nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki shunchaki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Chunki nafaqalar to'lash tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va bu sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni bilmaslik, afsuski, sizni juda ko'p noqulayliklarga duchor qilishi, hatto moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Har bir so'zga e'tibor bering, chunki bu sizning kelajagingizga taalluqli. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Core of the problem, aziz do'stlar, keling avval qanday tartib bor edi va hozir nima o'zgarganini aniq tushunib olaylik. Eski tizimda nafaqalar asosan bir necha usulda to'lanar edi. Ko'pchilik uchun bu an'anaviy usul, ya'ni pochta bo'limlari orqali naqd pulda olish edi. Pochta bo'limlarida har oyning ma'lum kunlarida uzun navbatlar hosil bo'lar. Ayniqsa keksa yoshdagilar uchun bu bir qator qiyinchiliklarni tug'dirar edi. Ba'zan pul yetkazishda kechikishlar yuz berishi, kutilmagan vaziyatlar tufayli nafaqa pulini o'z vaqtida ololmaslik holatlari kuzatilardi. Boshqa bir usul esa ba'zi hududlarda bank filiallari orqali naqd pul olish yoki bank hisob raqamiga o'tkazish edi. Lekin bu ham keng tarqalmagan edi. Bank kartalariga nafaqa o'tkazish tizimi ham mavjud edi. Lekin u majburiy emas edi va ko'pchilik uni tanlamas edi. Bu tizim o'zining ba'zi bir qulayliklariga ega bo'lsa-da, masalan, naqd pulni bevosita qo'lga olish, umumiy holatda byurokratik jarayonlar murakkab, shaffoflik yetarli emas va ma'lumotlar almashinuvi sekin edi. Endilikda esa davlatimiz raqamlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirishga, fuqarolar uchun qulayliklarni oshirishga va byurokratik to'siqlarni kamaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu islohotlar tabiiyki nafaqalarni to'lash mexanizmiga ham ta'sir qildi. Asosiy o'zgarishlar shundan iboratki, nafaqalarni to'lash tartibi zamonaviy bank texnologiyalari va raqamli xizmatlarga tobora ko'proq moslashtirilmoqda. Bu nafaqalarni olish usullari, ularni rasmiylashtirish jarayonlari va hatto ayrim to'lov muddatlariga taalluqli bo'lishi mumkin. Nima uchun bunday o'zgarishlar kerak? Birinchidan, bu jarayonni tezlashtiradi va shaffoflikni oshiradi. Elektron to'lovlar orqali har bir tranzaksiya aniq qayd etiladi. Bu esa korrupsiya va noqonuniy holatlarning oldini olishga yordam beradi. Ikkinchidan, nafaqaxo'rlar uchun qulaylik yaratish, uydan chiqmasdan pulini olish imkoniyatini taqdim etish. Uchinchidan, ma'muriy xarajatlarni optimallashtirish. Pochta orqali naqd pul yetkazib berish bu katta resurslar va inson mehnatini talab qiladigan jarayon. Raqamlashtirish bu xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. To'rtinchidan, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali tizimning xavfsizligi va ishonchligini oshirish. Beshinchidan, ma'lumotlar almashinuvini tezlashtirish va shu orqali nafaqa tayinlash va to'lash jarayonlarini tezlashtirish. Bu o'zgarishlarning barchasi oxir-oqibat nafaqaxo'rlar hayotini yanada qulay va samarali qilishga qaratilgan. Biroq har qanday yangi tizimga o'tishda odamlarni xabardor qilish, ularga yordam berish va mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf etish juda muhim. Shuning uchun bu mavzuni shoshilinch va chuqur muhokama qilishimiz kerak. Main part 1. Detail breakdown keling. Endi o'zgarishlarning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu ma'lumotlar ayniqsa siz uchun muhim. Chunki har bir nuqta sizning shaxsiy holatingizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Birinchi va eng katta o'zgarishlardan biri bu nafaqalarni to'lash usullarining raqamlashtirilishi. Avvallari nafaqa oluvchilar o'zlariga qulay bo'lgan usulni tanlashlari mumkin edi. Pochta orqali naqd pulda olish, bank kassasi orqali yoki plastik kartaga. Biroq endilikda aksariyat hududlarda nafaqalarni faqat plastik kartalarga o'tkazish majburiy tus olmoqda. Bu degani, agar sizda hali bank kartasi bo'lmasa, uni ochishingiz shart bo'ladi. Endi tasavvur qilaylik, 78 yoshli qishloqda yashovchi Oysha buvi nafaqasini har oy pochta bo'limidan naqd pulda olardi. Uning uchun bu oddiy va tanish jarayon edi. Endilikda unga bank kartasi ochish va undan foydalanishni o'rganish kerak bo'ladi. Bankomat topish, pin kod terish, pul yechish bularning hammasi u uchun yangilik. Bu kabi holatlarda qanday yo'l tutish kerak? Oysha buviga farzandlari yoki nabiralari yordam berishlari kerak bo'ladi, agar yaqinlari bo'lmasa-chi.
Bu yerda banklar va pensiya jamg'armasi mutasaddilarining yordami muhim. Ular maxsus konsultatsiyalar o'tkazishlari, bankomatlardan foydalanishni o'rgatishlari, mobil ilovalarni tushuntirishlari mumkin. Ba'zi banklar hatto keksa yoshdagi mijozlar uchun maxsus mobil bank xizmatlarini joriy etishlari mumkin. Ular sodda interfeysga ega bo'ladi. Misol uchun, N banki keksa mijozlari uchun maxsus maslahat xizmatini ochib, ularga birma-bir karta ochish va undan foydalanishni tushuntirib berishini e'lon qildi. Bu kabi tashabbuslar juda foydali. Ikkinchi muhim jihat nafaqalarni to'lash muddatlarining unifikatsiyasi. Avvallari har bir tuman yoki shahar o'zining nafaqa to'lash jadvaliga ega bo'lishi mumkin edi. Bu esa ba'zan tartibsizliklarga, aholining qaysi kunda pul tushishini bilmasligiga olib kelardi. Yangi tartibga ko'ra endi nafaqalar to'lash muddatlari yagona tizimga keltirilmoqda. Bu degani bir oyda bir necha kun belgilanishi va nafaqalar aynan shu kunlarda bir vaqtning o'zida barcha nafaqaxo'rlarga o'tkazilishi mumkin. Bu tizim bir qarashda juda qulay ko'rinadi. Chunki odamlar qachon pul tushishini aniq bilishadi. Lekin agar o'zgarishlar tufayli bir oylik to'lov muddatlari biroz surilsa, bu odamlarning budjetiga qanday ta'sir qiladi? Misol uchun, odatda har oyning 5 sanasida nafaqa oladigan keksa amakimiz yangi tartibga ko'ra endi 10 sanasida olishini bilsa, bu uning rejasini butunlay o'zgartirib yuboradi. Agar u rejalashtirgan xaridlar yoki dori-darmonlar uchun aynan shu kunga pul kutgan bo'lsa, bu 5 kunlik farq unga jiddiy noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu o'zgarishlar haqida oldindan xabar berilishi va o'tish davri uchun qandaydir yordam mexanizmlari joriy etilishi juda muhimdir. Masalan, agar to'lov sanasi o'zgarsa, pensiya jamg'armasi har bir nafaqaxo'rga bu haqda SMS xabar yuborishi yoki mahallalarga e'lonlar osib qo'yishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Uchinchi muhim o'zgarish bu nafaqa olish uchun talab qilinadigan hujjatlar va ularni rasmiylashtirish jarayonlarining raqamlashtirilishi. Avvallari nafaqa tayinlash uchun ko'plab qog'oz hujjatlar, pasport, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqida guvohnoma va boshqalar talab qilinardi va ularni shaxsan olib borish kerak edi. Endilikda esa davlat idoralari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi yaxshilanganligi sababli ayrim ma'lumotlarni elektron shaklda taqdim etish yoki avtomatik ravishda tekshirish tizimiga o'tilmoqda. Bu jarayon nafaqa tayinlash jarayonini tezlashtirishi va fuqarolarning sarson-sargardon bo'lishining oldini olishi kerak. Lekin agar tizimda biron bir xatolik yuz bersa yoki ma'lumotlar bazasida eski ma'lumotlar saqlanib qolgan bo'lsa, bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Misol uchun, agar fuqaroning ismini o'zgartirganligi haqidagi ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmagan bo'lsa, bu uning nafaqa olishiga qanday ta'sir qiladi? Yoki yaqinda xorijdan qaytgan fuqaro o'zining mehnat staji haqidagi hujjatlarni taqdim etishda qanday qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin? Bu yerda bir darcha tamoyili qanchalik samarali ishlaydi? Agar tizim xato qilsa, uni tuzatish uchun kimga murojaat qilish kerak? Bu kabi savollar tug'iladi. Shuningdek, ba'zi bir turdagi nafaqalar uchun, masalan, nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari, qo'shimcha tibbiy yoki boshqa turdagi tekshiruvlar talab etilishi mumkin. Bu tekshiruvlarning tartibi va muddatlari ham yangilanishi ehtimoli bor. Shuning uchun bu haqda oldindan ma'lumotga ega bo'lish juda muhim. Masalan, nogironlik nafaqasini oluvchi fuqarolar har yili tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik darajasini tasdiqlatishlari kerak. Endilikda bu jarayonlar ham elektronlashtirilishi va tibbiy muassasalar pensiya jamg'armasiga ma'lumotlarni bevosita yuborishi mumkin. Bu fuqarolar uchun qulaylik yaratadi. Ammo tizimning ishonchliligini ta'minlash kerak. Endi kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi mumkinligi haqida gaplashaylik. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda nafaqasini hali ham pochta orqali yoki naqd pulda olishga odatlanganlar, bank kartasi bo'lmaganlar yoki undan foydalanishni bilmaydiganlar. Ular majburiy ravishda yangi tizimga o'tishlari kerak bo'ladi va bu ulardan qo'shimcha harakat va vaqt talab qiladi. Ikkinchidan, hujjatlarda muammolar bo'lishi mumkin bo'lganlar, masalan, familiyasi o'zgargan, ammo hujjatlarda aks etmaganlar, mehnat staji to'liq rasmiylashtirilmaganlar. Ular o'z ma'lumotlarini tezda yangilashlari zarur. Uchinchidan, chekka hududlarda yashovchilar. Chunki ularga bank xizmatlari yaqin bo'lmasligi yoki internetga kirish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. Bu holatda ularga maxsus yordam ko'rsatish mexanizmlari talab etiladi. 4-dan, raqamli texnologiyalardan umuman xabar bo'lmagan, smartfon yoki kompyuter ishlata olmaydigan keksa yoshdagilar
Ular uchun yangi tizimga moslashish ancha qiyin kechishi mumkin. Kim xavotir olmasligi mumkin? Asosan nafaqasini allaqachon plastik kartaga oladiganlar, bank xizmatlaridan faol foydalanadiganlar, elektron hujjat aylanishiga o'rganib qolganlar. Ular uchun o'zgarishlar minimal darajada bo'ladi va hatto mavjud tizim yanada qulayroq bo'lishi mumkin. Misol uchun 65 yoshli shaharda yashovchi va elektron bankingdan faol foydalanuvchi Ahmad aka uchun bu o'zgarishlar faqatgina qulaylik tug'diradi. Uning nafaqasi har oy belgilangan sanada kartasiga tushadi va u istagan joydan, istagan vaqtda bankomat orqali pul yechishi, do'konlarda to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Lekin hatto ular ham yangi tartiblarni bilishlari shart, chunki kichik bir o'zgarish ham kutilmagan vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, uning banki nafaqa kartalari uchun qandaydir yangi tariflar joriy etishi yoki mobil ilovasini yangilashi mumkin. Bu ham ma'lumot talab qiladi. Main part 2. Exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuance. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi nafaqa to'lash tartibidan istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va kutilmagan muammolar bor. Bularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlaridan xalos qilishi mumkin. Eng muhim istisnolardan biri bu nogironligi bo'lgan shaxslar, yotoqda yotgan bemorlar va jismoniy holati tufayli bankka bora olmaydigan keksa nafaqaxo'rlar. Ularga nafaqa qanday yetkaziladi? Ko'p hollarda ularga nafaqani uyga yetkazib berish xizmati saqlanib qoladi. Lekin bu xizmatdan foydalanish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi? Tibbiy xulosa, shifokor ma'lumotnomasi. Bu hujjatlarni qanday rasmiylashtirish kerak? Ko'p hollarda bu to'g'risida ariza bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kifoya bo'lishi mumkin. Lekin ba'zan qo'shimcha tibbiy tekshiruvlardan o'tish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu jarayon qanday soddalashtirilgan? Bu haqda ko'pchilik bilmasligi mumkin. Misol uchun, 85 yoshdan oshgan qishloqda yolg'iz yashovchi buvimizni olaylik. Uning sog'lig'i bankka borishga imkon bermaydi. Unga nafaqasini uyga olib kelib berishadi. Lekin buning uchun uning qarindoshlari yoki qo'shnilari pensiya jamg'armasiga borib, tegishli arizani yozishlari va ehtimol tibbiy hujjatlarni, masalan kasallik tarixi, shifokor xulosasi taqdim etishlari kerak bo'ladi. Agar buvining yaqinlari bo'lmasa, mahalladagi faollar yoki ijtimoiy xizmat xodimlari yordam berishlari mumkin. Bu tartibni bilish juda muhim, chunki ko'pchilik bu kabi imkoniyatlardan bexabar bo'lishi mumkin. Ayniqsa nafaqa olish uchun shaxsan kelish talab etilmaydigan, lekin uyga yetkazish xizmatidan foydalanish uchun qonuniy asosni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ish kerak bo'lgan holatlarda. Yana bir e'tiborga molik jihat, bu nafaqa oluvchining o'z bankini tanlash huquqi. Yangi tizimda barcha banklar bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladimi yoki faqatgina ma'lum banklar ro'yxati bo'ladimi? Bu juda muhim savol. Chunki ba'zi banklar yaxshi xizmat ko'rsatishi, boshqalar esa unchalik emas. Agar nafaqaxo'rning hozirgi banki yangi tizim bilan to'liq ishlay olmasa, u o'z bankini o'zgartirishi kerakmi? Bankni o'zgartirish qanday amalga oshiriladi? Bu jarayon qancha vaqt oladi va qanday hujjatlar talab qilinadi? Misol uchun, agar fuqaro Aks bankining mijoz bo'lsa va bu bank yangi tizimga to'liq integratsiyalashmagan bo'lsa, fuqaro YE bankiga o'tish kerak bo'ladi. Bu esa yangi hisob ochish, yangi plastik karta olish va barcha ma'lumotlarni qayta rasmiylashtirishni talab qiladi. Bu kabi jarayonlar ayniqsa keksa yoshdagilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Banklar bu borada qanday yordam ko'rsatishi muhim. Chunki bitta bankdan boshqasiga o'tish ba'zan ma'lum bir miqdorda komissiya to'lashni ham talab qilishi mumkin. Bu haqda oldindan bilish va o'zingizga qulay shart-sharoitlarni taklif qiladigan bankni tanlash zarur. Pitfalls va noaniq nuanslar haqida gapiradigan bo'lsak, ishonchnoma orqali nafaqa olish. Avvallari keksa yoshdagi yoki kasal nafaqaxo'rlar o'zlarining yaqin qarindoshlariga ishonchnoma berib, ular orqali nafaqa olishlari mumkin edi. Yangi raqamli tizimda bu tartib qanday ishlaydi? Elektron ishonchnoma joriy qilinadimi? Yoki notarial tasdiqlangan qog'oz ishonchnoma bilan bankka borish kerakmi? Bu savollarga javob topish kerak. Misol uchun, xorijda ishlaydigan farzandi bor nafaqaxo'rning pulini qo'shnisi ishonchnoma orqali olib berishi mumkin edi. Yangi tizimda bu jarayon ancha murakkablashishi mumkin. Balki banklar va pensiya jamg'armasi ushbu holat uchun maxsus mexanizmlar yaratishar. 2. Yashash joyini o'zgartirish. Agar nafaqaxo'r bir tumandan boshqa tumanga yoki bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tsa, uning nafaqa to'lovlari qanday tartibda davom etadi?
nafaqa to'lovlari avtomatik ravishda yangi yashash joyiga moslashtiriladimi yoki buning uchun qayta rasmiylashtirish kerakmi? Ko'pchilik bu borada ma'lumotga ega emas va ko'chib o'tish bilan bog'liq holda nafaqa to'lovlarida uzilishlarga duch kelishi mumkin. Shu sababli yashash joyini o'zgartirganda darhol pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qilish juda muhim. Uch raqamli savodxonlikdagi tafovut. Axborot texnologiyalari rivojlanayotgan bir paytda aholining barcha qatlamlari bir xil darajada raqamli savodxonlikka ega emas. Ayniqsa keksa yoshdagi odamlar uchun smartfon, internet banking yoki bankomatdan foydalanish murakkab bo'lishi mumkin. Davlat va banklar bu tafovutni qanday kamaytirishi mumkin? Maxsus o'quv kurslari, maslahat markazlari, volontyorlar jalb qilish, bularning hammasi dolzarb masalalardir. Agar keksa odam PIN kodini eslay olmasa yoki plastik kartasini yo'qotib qo'ysa, nima qilish kerak? Banklar bu kabi holatlarga tayyor bo'lishi va soddalashtirilgan yechimlarni taklif qilishi kerak. 4. Nafaqa hisoblashdagi o'zgarishlar. Garchi bu video to'lov tartibi haqida bo'lsa-da, nafaqa miqdorini hisoblash usullarida ham ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya, qayta hisoblash mexanizmlari yoki nafaqa tayinlash uchun talab qilinadigan mehnat staji bo'yicha yangiliklar nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, ba'zi bir kasblar uchun maxsus nafaqa imtiyozlari bekor qilinishi yoki aksincha yangilanishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning nafaqa miqdoringizni ham kuzatib borish va qonunchilikda o'zgarishlardan xabardor bo'lish muhim. 5. Firibgarlik xavfi. Yangi raqamli to'lov usullari firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Telefon orqali bank xodimi niqobi ostida qo'ng'iroq qilib, plastik karta ma'lumotlarini so'rash, SMS orqali link yuborib, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash kabi holatlar ko'payishi mumkin. Nafaqaxo'rlar bu kabi firibgarliklardan qanday himoyalanishlari kerak? Hech qachon PIN kod, karta raqami, CVC kodi kabi maxfiy ma'lumotlarni hech kimga aytmaslik. Shubhali SMS va qo'ng'iroqlarga ishonmaslik kerak. Banklar va pensiya jamg'armasi aholini bu borada doimiy ravishda ogohlantirib borishi lozim. Bu kabi noaniq nuanslar va istisnolarni bilish nafaqaxo'rlar uchun juda muhimdir. Chunki kichik bir e'tiborsizlik yoki ma'lumot yetishmasligi moliyaviy yo'qotishlarga yoki katta qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har doim rasmiy manbalardan ma'lumot olishga intiling va shubhali vaziyatlarda mutaxassislardan maslahat so'rang. Practical advice xo'sh aziz tomoshabinlar, bu o'zgarishlar fonida siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Qaysi hujjatlarni yig'ishingiz va kimga murojaat qilishingiz lozim? Keling, aniq va tushunarli ko'rsatmalar beray. Birinchi va eng muhim qadam bu o'zingizning mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Bu yerda sizga yangi tartiblar bo'yicha eng aniq va dolzarb ma'lumotlar taqdim etiladi. Agar imkoni bo'lsa, shaxsan boring yoki ishonchli qarindoshlaringizni yuboring. Ular sizga o'zgarishlar shaxsan sizga qanday taalluqli ekanligini, aynan sizning holatingizda nimalar qilish kerakligini tushuntirib berishadi. Murojaat qilganingizda o'zingiz bilan pasportingizni olishni unutmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirib, sizga tegishli ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. Ulardan nafaqa to'lash tartibi bo'yicha barcha savollaringizga batafsil javob berishlarini talab qiling. Ularda nafaqaxo'rlar uchun maxsus eslatmalar yoki broshuralar bo'lishi mumkin. Ularni ham olishga harakat qiling. Ikkinchidan, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Pasport ma'lumotlari, familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, manzilingiz, telefon raqamingiz, bularning hammasi pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. Agar biron bir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, masalan, familiyangiz o'zgargan, yashash joyingiz o'zgargan, telefon raqamingiz yangilangan, uni darhol ro'yxatdan o'tkazing. Bu jarayonni kechiktirmaslik juda muhim, chunki noto'g'ri ma'lumotlar nafaqa to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. Ma'lumotlarni yangilash uchun siz pasportingiz va tegishli hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, propiska o'zgarganligi haqidagi ma'lumotnoma bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. 3-qadam bank kartasini rasmiylashtirish. Agar sizda hali ham nafaqa olish uchun mo'ljallangan bank kartasi bo'lmasa, har qanday tijorat bankiga murojaat qiling va uni oching. Bank xodimlari sizga bu jarayonda yordam berishadi. Sizdan pasport va ayrim hollarda pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Muhimi, kartaning PIN kodini hech kimga aytmang
va uni biror joyga yozib qo'ymaslikka harakat qiling. Kartani bexosdan yo'qotib qo'ymaslikka yoki shikastlantirmaslikka harakat qiling. Agar karta yo'qolsa yoki o'g'irlansa, darhol bankka xabar bering va kartani bloklab qo'ying. Yangi karta ochishda bank xodimlaridan mobil ilova, SMS xabarnoma xizmatlari haqida ham ma'lumot oling. Ular sizga pul tushishi haqida xabar beradi va hisobingizdagi qoldiqni bilishga yordam beradi. 4-dan raqamli savodxonlikni oshiring. Agar siz internet bankingdan, mobil ilovadan yoki bankomatdan foydalanishni bilmasangiz, bundan uyalmang. Farzandlaringizdan, nabiralaringizdan, qo'shnilaringizdan yoki bankdagi maslahatchilardan yordam so'rang. Ko'plab banklar keksa yoshdagilar uchun maxsus kurslar yoki maslahatlar tashkil etishi mumkin. Hatto mahallalarda ham keksa yoshdagilar uchun kompyuter savodxonligi kurslari ochilishi mumkin. Bankomatdan pul yechish, balansni tekshirish, mobil ilova orqali hisoblarni to'lash kabi oddiy amallarni o'rganish sizning hayotingizni ancha osonlashtiradi. Bitta asosiy qoida: noma'lum odamlarga kartangizni yoki PIN kodingizni bermang. Shubhali xabarlarga javob bermang. 5-dan o'z huquqlaringizni biling va doimo ehtiyotkor bo'ling. Agar sizga nafaqa to'lashda qandaydir muammo yuzaga kelsa, masalan, nafaqa tushmasa, miqdori noto'g'ri bo'lsa yoki sizning huquqlaringiz buzilayotganini his qilsangiz, pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Odatda bu telefon raqamlari pensiya jamg'armasi bo'limlarida yoki rasmiy veb-saytda ko'rsatilgan bo'ladi. Shuningdek, fuqarolarni qabul qilish markazlariga, masalan, xalq qabulxonalari murojaat qiling. Shikoyatingizni yozma ravishda bildirishga harakat qiling. Bu sizning murojaatingiz rasmiy qayd etilishini ta'minlaydi. Har bir harakatni hujjatlashtirishga intiling. 6-dan barcha zarur hujjatlaringizni tartibli saqlang. Bu nafaqa kitobchasi, pasport, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqida guvohnomalar va boshqa shaxsiy hujjatlar bo'lishi mumkin. Ba'zan yangi tartiblar joriy etilganda eski hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ularni yo'qotmasdan qulay joyda saqlang. Va nihoyat eng asosiysi bu yangiliklarga ochiq bo'lish. Dunyo doimiy ravishda o'zgarib turadi, shuningdek nafaqa tizimi ham. Shuning uchun rasmiy manbalardan, ishonchli yangilik manbalaridan ma'lumot olishga harakat qiling. Ushbu kabi kanallarimizni kuzatib boring, chunki biz sizga eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Conclusion and final hook xulosa qilib aytganda, nafaqa to'lash tartibidagi yangi o'zgarishlar hammamizga tegishli va ularni bilish majburiy. Bu o'zgarishlar avvaliga biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki har qanday yangilikka moslashish vaqt talab qiladi. Lekin oxir-oqibat ular nafaqaxo'rlar uchun qulaylik, shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. Raqamlashtirish bizning kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va nafaqa tizimi ham bundan mustasno emas. Shuning uchun bu ma'lumotlarga jiddiy yondashing va yuqorida aytilgan amaliy choralarni ko'ring. O'zingizning huquqlaringizni biling, yangiliklardan xabardor bo'ling va shaxsiy ma'lumotlaringizni xavfsiz saqlang. Sizga nafaqa to'lovlarda hech qanday muammoga duch kelmasligingizga yordam beradi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizda nafaqa olish bilan bog'liq shaxsiy tajribangiz bo'lsa, uni ham baham ko'ring. Boshqa tomoshabinlarga foydali bo'lishi mumkin. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki biz shu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etaylik. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.